Assalomu alaykum. German tilini o'rgatgan do'stlar, yaxshimisizlar? Men bu videoda sizlarga german tilida soatni qanday ifodalaymiz? Soat qancha bo'ldi? Soat 5:30 bo'ldi, yarim kecha soat 12 bo'ldi yoki 12 dan ozroq o'tdi deganga o'xshash, ya'ni mushu Uyg'ur tilimizdagi yoki soat 5:30 bo'ldi, 6:20 minut qoldi. Ya'ni mushta Uyg'ur tilimizga ifodalashni bu german tilida qanday ifodalaymiz? Mushuni tushuntirib o'taman. Bu videoda biz misollar orqali ko'ramiz. Masalan, savolni qanday so'raymiz? Ya'ni soat qancha bo'ldi deganda qanday so'raymiz desanglar, wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Yoki wie spät ist es? Wie spät ist es? Bu ikki jumla yodlayinglar. Bu turaqlashgan, qeliplashgan ishlatish shakli, ya'ni wie viel Uhr ist es yoki wie spät ist es? Yani saat qancha bo'ldi degan gap. Bunga javob degan vaqtida, masalan, soat 1 bo'ldi desak buni, es ist 1 Uhr, es ist 1. Ya 9 bo'ldi desa, es ist 9 Uhr. 11 bo'ldi deb qolsak, es ist 11 Uhr. 17, ya'ni 17 yoki 5. Agar rasmiy bir yerda, rasmiy bir shaklda bo'lib qolsa, 17 degani masalan 17 Uhr, es ist 17 Uhr deb ifodalaymiz. Ama do'stlar orasida, aile a'zolarimiz, ota-onamiz bilan, do'stlarimiz bilan masalan soat qancha bo'ldi deb javob bergan vaqtda soat 5 deb versak bo'ldi, ya'ni es ist 5 Uhr. 17 degan, ya'ni 17, 21 degan bu 24 soatlik bo'yicha ifodalashi rasmiyroq o'rtamlarda, rasmiyroq yerlarda ishlatildi. Normalde 5 deb versanglar bo'ldi, ya'ni es ist 5 Uhr. Yoki 22 deganni es ist 22 Uhr. Es ist 22 Uhr. Yani 22. Bu resmi bir şekilde. Andan resmi emas şekilde olsa 10 desanglar bo'ldi. Yani es ist 10 Uhr. Es ist 10 Uhr. Endi bu soatni ifodalashda bulvelishga tegishli muhim bir so'zlar. For degan bar degan gap. Yani 6:20 minut bar, 6:05 minut bar, 6 azroq bar masalanganda. Andan nah degan o'tdi. Yani 6'dan 5 minut o'tdi, 6'dan 15 minut o'tdi, 6:30 bo'ldi, ya'ni o'tdi degan gap, ya'ni Uyg'ur tilidagi. Halb degan yerim. Halb, viertel. Viertel degan 4'ten biri, ya'ni 15 minutni ko'rsatadi. Bu 4 so'zni cho'qim bilib olinglar, chunki soatni ifodalashda bek ishlatiladigan so'zlar. Endi yana misollarga qarasanglar, 9'dan 15. Ya'ni biz Uyg'ur tilida 9'dan 15 minut o'tdi deymiz-ku. O'tdi degan nima deydik? Nah deydik masalan. Resmiyelerde es ist 9:15 deb ifodalaydi ekanmiz. Es ist 9:15. Yoki do'stlar orasida bo'lsa, es ist 9:15. Ya'ni 9'dan 15 minut o'tdi. Es ist 9:15. Nah o'tdi degan gapdi. 9'dan 45 o'tdi deganda qanday deymiz? Biz masalan 9'dan 45 o'tdimi deymiz yoki 10'ga 15 minut qoldimi deb ifodalaymiz-ku. Qaysi xil desak bo'laverdi Uyg'ur tilida, hamda german tilida es ist 9:45. Yani resmi yerlerde. Andan do'stlar orasida bo'lib qolsa, rasmiy emas yerlarda bo'lsa, es ist 14:10. Yani 10'ga 15 minut qoldi deb ifodalasak bo'ldi ekan. 18'dan 15 degan shu o'xshashini. Yani 6'dan 15 desak bo'ldi yoki rasmiy yerlarda es ist 18:15. Yani 6'dan 15. Es ist 6:45. Yani 6'dan 15 minut o'tdi demekçi. Anda 6'dan 45 olgandı buni. Es ist 18:45. Yani 18'dan 45 o'tdi degan şekilde olsun buldu yoki es ist 4:07. Yani 6'ga 15 minut, 7'ga 15 minut qoldi. Yani 7'ga 15 minut qoldi deb ifodalasak bo'ldi. Endi yerim degan bu. Masalan 6:30, 7:30, 9:30, 11:30 deganda biz qanday ifodalaymiz desak, Uyg'ur tilida şu saat kendiga qo'shilgan, mesela 11'dan 30 degan bo'lsa, 11:30 deydi shunaqa. Ama german tilida bu 11:30 degan gap 12'ga yarim soat qoldi degandek shaklda ifodalaymiz. Ya'ni yarim degandan keyiniga shu yarim soat o'tgandan keyin keladigan soatni deymiz. Masalan, qarasanglar 11:30 debdi-ku. Ya'ni 11'dan 30 minut deganni es ist 11:30. Ya'ni yarim soatga 12 bo'ldi emasmi shunga? Es ist 11:30. Ya'ni 12'ga yarim soat qoldi demekçi. Ama tercüme qilganda 11:30 deb tercüme qildi yana o'xshash. 3'dan 3:30 bo'lganda masalan 4:30 soat qoldi. tarjima qilganda 3:30 desanglar bo'ldi yoki 4:30 soat qoldi deb ifodalasangiz bo'ldi. Es ist 4:30
viel. Yani bu yerimninki. Hamda yana birisiga kurs degan qisqa degan ma'nosi bor, az degan ma'nosi bor. Masalan, 00 bo'lganda es ist Mitternacht, yarim kecha. Yani hozir 12dan azroq o'tdi, yani hozir yarim kecha. Es ist Mitternacht, yarim kecha. Ondan 5dan 58 bo'lib qolsa, yani 6ga ozli qolgan bo'lsa, buni es ist kurz vor 6, yani 6ga az qoldi demakchi. Agar 6dan 2 minut o'tgan bo'lsa, yani 6dan ozroq o'tdi, yani 6 bo'ldi desak, ozroq xatolik bo'ldi. Shu 6dan ozroq o'tdi. Buni biz es ist kurz nach 6, nach degan o'tdi deb tarjima qilib emasmi? 6dan ozroq o'tdi. Ondan 19'dan 3 minut, yani 7'den azroq o'tdi degani es ist kurz nach 7. Nach degan o'tdi degan gap. 7'den azroq o'tdi demakchi. Misollar orqali soatni qanday ifodalashni qisqacha tushuntirib o'tdim. Buni qayta mashq qilish orqali pishqilib olishinglarni orzu qilaman. Hamsi keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Auf Wiedersehen.